Bizada norm yoki g'alati? Yigit kishini bo'yi past bo'lishi. Mandanmi? Ha. Конечно, g'alati. Va 1.40 bo'lish kerakmi bu uchun? Kerak emas. Gunohchilar. Yigit kishi jimot bo'lsa. Конечно, g'alati. Xunuk, semiz, qop-qora lekin boy. G'alati. Nimasi g'alati? Puli bor, boshqa hech nimasi yo'q. Nima kerak u? Demak kerak. Hammasi bo'lsin. Menda hammasi bor-ku. Unda hammasi bo'lsin. Sangacha 3 tadan ko'p отношениyada bo'lsa. Atnashangida bo'lgan, xotin olmagan. Yo'q. Lekin отношениyada bo'lganda u 3 tadan ko'p 10 ta, 15 ta, 20 ta отношениyada bo'lgan. 3 tani desa endi 20 ta norm. Yigitchilikda bo'ladi. O'zini uyi bo'lmasa ichki yo'q bo'lib kelsa. Mana bu yo'q. Bo'lmish beramiz, jo'rajon kerak emas. G'alati. Tak. Ajrashgan insonga erga tegish norm yoki g'alati? Norm. Norm. Unga xotin kelib berib qoladi, so'chuvlar. Ajrashmaganmi endi saniki maniki? Sizniki o'sha. Хорошо. Sizdan kam daromad ko'radigan inson bilan turmush qurish norm yoki g'alati? G'alati. Nimaga? Faqat puli kerak, tamommi? Yo'q, pul uchun emas, oilada kim ko'proq pul topsa agar hamma o'shanga bo'ysunadi. To'g'ri. Birinchi bo'lib yigit kishiga отношение taklif qilish norm yoki g'alati? G'alati, erkak kishi har doim birinchi qadamni bosish kerak, gazini bosish kerak bu erkak kishi. Bu ayollar vazifasi emas. Oxir bizning zamonda bunaqa bo'lmagan-ku o'zi. Yigitlar yozmaydi. Огонь tashlaydi, reaksiya tashlaydi, yozgan hisob. O'zi sizni qo'lingizda. Chunki hozirgi zamonda erkaklar ayollashib, ayollar erkaklashib ketmoqda. Ana heytlarni hozir bosdingiz, heytlarni rahmat. Shu yigitingizga yozish norm yoki g'alati? Norm. Men deyman, kechalari yig'laydilar. Kechalari yoqimli, yoqimli. O'zingizdan kichik yigit bilan отношение qilish norm yoki g'alati? Ну, где-то вот oralaringizda shu 5-6 yil, 7 yil, 8 yil. Как раз kecha ko'rdim Navoiyda опросник bo'lgan, hamma ayollar 6 yil kamida katta yeridan 10-15 yil yashagan baxtli ekan. Так что norm. Yo'q, men uchun g'alati. Потому что ayol kishi o'zi erkakdan 4 yosh miyasi katta bo'ladi-da, u 6 yosh, 10 yosh kattasi uni. Va aql o'rgatib berasizmi? Yaxshi-da, aytganingni qilaman. Yo'q, erkak kishi baribir bo'lsa yaxshi-da. Demak, Mani versiyamda norm. почему я еще не замужем, значит, мы еще не родился.